endi stomatologga bormayman, endi pulimni sarflamayman. Yaponlar уже yangi tishlarni o'stirishyapti-yu, mana men kutaman, hozir shu yangi innovatsiyalar O'zbekistonga keladi, stomatologlar yo'q bo'lib ketadi, yangi tishlarni o'stirib olamiz bo'ldi. Lekin bu yerda 4 ta katta ammo bor. Hozir men shu lekinlarni sizlarga aytib beraman. Birinchi katta ammo, shu eksperimentlar faqat hayvonlarda o'tkazilgan. Odamlarda hali bu eksperimentlar sinab ko'rilmagan. Hech qanaqa доказательный baza yo'q. Bu доказательный meditsina emas. Ikkinchi ammo, shu tishlar стволовой kletkalardan o'sib chiqadi. Shu стволовой kletkalarga biz ayta olmaymiz, tish bo'lib o'sib chiqqan deb. Ular mushaklar, suyaklar, nervlar bo'lib o'sib chiqsa mumkin. Uchinchisi, shu стволовой kletkalar faqat kichkina bolalarda, mladenslarda bo'ladi. Bu etik emas, bu to'g'ri emas. Shunaqa kichkina bolalardan стволовой kletkani olish uchun bizning eksperimentlarimizga. To'rtinchisi, shu стволовой kletkalar bizning organizmimiz bilan qabul qilinmasa ham mumkin. Bu zlokачественный новообразованияларga, o'pqillarga olib kelishi mumkin. Shunaqa qilib, afsuski, shu 4 ta faktda biza shu yangi innovatsiyalarni qo'llantira olmaymiz. Chunki Yaponiyada ham shu narsani qo'llantirishmayapti. Tim bo'lib O'zbekistonda ham hali kelmagan, kelmaydi ham, lekin kelsa, biza buni shu yerda qo'llantiramiz va yangi tishlarni balkim biza bu yerda ham qanaqadir o'stiramiz.